Mana bu yigitning ismi Sang Hyung Lee yoki shunchaki Sanga. Asosan koreys tilida YouTube'da 400 mingdan ortiq obunachiga ega sayohat blog yuritadi. U yaqinda O'zbekistonga, Toshkentga mehmon sifatida kelgan va shu yerdan o'z obunachilari uchun blog tayyorlagan. Afsuski, do'stimiz Sangaga ko'ra O'zbekiston mehmonxonasi yaqinidagi yoki ichidagi do'konda uni shilishga harakat qilishgan. Voqea o'zi qanday bo'lgan? Hozir tushuntiraman. Yurtimizga tashrif buyurgan mehmon Toshkent bo'ylab sayohatini boshlaydi. Uning sayohati juda yaxshi boshlanadi. Masalan, mana bu akalar mehmonga o'zlarining ichimliklaridan quyib berishadi. Mana bu do'stimiz Sardorbek esa yordam so'ragan sayyohga o'zining yo'liga biroz teskari bo'lsa ham metrodan O'zbekiston mehmonxonasigacha birga borib samimiy suhbat qurgan holda kuzatib qo'yadi. Bunday insonlarning boriga shukr. Katta rahmat ularga. Ammo Qoshqoraygach ichimlik olish maqsadida mehmonxona yaqinidagi do'konga borgan Sangaga tanlagan ichimligini kassada 90 ming so'm deyishadi. Allaqachon O'zbekiston narxlariga o'rgangan mehmon esa bu firibgarlik va aldov ekanini tushunadi. Hamda sotuvchidan rostdan 90 ming so'mmi deb so'raydi. Ijobiy javob olgach, bu juda qimmat narx ekanini va pullarini qaytarishni so'raydi. Sotuvchi kartadagi to'lovlarni qaytarib bo'lmasligini aytadi. Sanga politsiya chaqirishga urinadi va mehmonxona xodimlariga yuzlanadi. Xodimlar ham ichimlikning 90 ming so'm ekanini mahsulotning import ekani bilan oqlashga harakat qilishadi. Xullas, uzoq tortishuvdan so'ng sotuvchi naqd pul qaytarib beradi hamda Sanga bo'lgan voqeani o'zining 400 mingdan ortiq obunachilariga aytib beradi. Hozirgacha 700 mingdan ortiq ko'rishlarga ulgurgan video ortidan qancha sayyoh yo'qotdik yoki voqeani ko'rganlarning qanchasida O'zbekiston haqida salbiy taassurot shakllandi deb o'ylaysiz? O'zbekistonlik ekanligingizga ko'krak kerib faxrlanishning o'ziga yarasha yuki bor ekanini hamda bu yuk shu yurt sha'niga bog'liq ekanini his qilmasangiz, dunyo oldida xoh yurt ichida, xoh tashqarisida bo'lmang, millat sifatida yelkangizda mas'uliyat bor ekanini his qilmaslik hamda bu mas'uliyatsizlik millatga zarar berishini tushunmaslik uzoq davom etayotgan fojialarimizdan biridir, afsuski. Bo'lar ish bo'ldi. Guruch kurmaksiz insonlar xatosiz bo'lmaydi. Keling endi millat sifatida millatdoshlarimiz qilgan xatoni birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib tuzatishga harakat qilamiz. Keling hammamiz Sangadan uzr so'raymiz. Eng avval o'zim uzr so'rab izohlarga taqab qo'yaman. Siz ham uni mana bu Instagram sahifasini belgilab "We are sorry Sanga" deb izohlarda yozib qoldiring. Istasangiz o'zbek yoki koreys tilida yozing, ahamiyatsiz. Videoga like bosishni hamda 10 talab profili bor do'stlaringizga ulashishni unutmang. 10 ta profildan samarali foydalanish vaqti keldi.